Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. 2026-yildagi asfalt narxlarini batafsil tushuntirib boramiz. Bugungi xonadonimiz Ma'lon shahar piyozchilikda bo'ldi. Bu xonadonimiz 310 kvadratdan iborat bo'lib, 29 tonna asfalt olib kelib bosib beramiz, xudo xolasa. Qalinliklari o'sha 5 sm qoladigan qalinlikda bo'ladi. Tramovkalarni qilib, zaksivka holatlarini olib, metriga 1,5 sm dan klonlarni olib, chiroyli qilib bosib beramiz. Asfaltlarimiz xudo xolasa mayin. Birinchi sort asfaltlari. 1 yil garantiya qog'ozlarini xonadonning egalariga beramiz. Chiroyli qilib bosib, bitirib berib ketamiz. Faqat uydagilardan mahsulotni, zaksivkaga mahsulot olib berilsa bas. Qolgan hamma ishni o'zimiz qilib, bitirib berib ketamiz. Farg'ona Bek asfalt jamoasiga omad. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Podpiska, laykni unutmanglar. Kommentariyada o'z fikrlarini qoldiringlar.